My name is Tersine Ziawudun. I am Uyghur and Muslim. My homeland is East Turkestan, which China calls the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. I grew up near the border with Kazakhstan, where most of our neighbors and friends are Uyghurs and Kazakhs. We all share a rich Central Asian heritage, where hospitality and reciprocity are defining features of community life. But the Chinese government is seeking to destroy our culture, language, and religion. Since 2016, officials have implemented a brutal campaign of assimilation by force. Amerika paytaxtı Washington şäherinde 13-nji ýyldan 15-nji ýylgaça 2021 ýylyk halkara dini erkinlik ali munbir ýygyny ötküzildi. Amerika hökümetiniň sabyk halkara dini erkinlik baş elçisi Sam Brownback ependi başçylygydaky mezkur munber dünýäniň her gaýsy jaýlarydaky dini we syýasy rahbarlaryny bir ýerge jam kılgan bolup, mezkur ýygyn insanlaryň dini kimlik sebäbinden kemsitilişke we zulümge uçurşyga karşı duruşyny asasy maksat kılgan. In this room exists the passion and the spirit to change the world from one of persecution of people of faith to one of liberty. You are the activists, the people of prayer, the visionaries to see and make the world as it should be. 14-nji ýyl günüdeki muhakime ýygynyga Amerikanyň muhim döwlet erbablary iştirak kılgan bolup, Amerika Awam Palatasynyň raýysy Nancy Pelosi hanym we Amerikanyň Birleşken Döwletler Teşkilatyda turuşluk sabyk baş elçisi Samantha Power hanym ekran arkaly gatnaşkan. Amerika Awam Palatasynyň azalaryndan Christopher Sims, Amerikanyň sabyk taşky işler ministri Mike Pompeo ve Amerika Halkara Dini Erkinlik Komitetining muavin raýysy Nuri Türkel qatarlyklar naq meydandan gatnaşkan. Ongoing genocide in the Uyghur region, where the Chinese Communist Party placed millions of Uyghurs, Kazakhs, and other Turkic Muslims in industrial-scale concentration camps. Uyghur lager şahidi Tursunay Ziyawudun hanym sözge teklip kılıngan bolup, o lagerda öz beşinden ötken eçinişlik keçirmişlerini köz ýaşlary bilen bayan kılgan. Hammaga salam. Assalamu alaikum. Bugünkü bu ýygyň gatnaşyp atgan örmetlik hanymlar, apandylar, ýaxşymyslar? Muşundaq tolumy muýum kıymetlik bolgan bu muýum ýygyň münasibetler sizler bilen ýüz görüşip, özümniň beşimden ötken zulümlerimi hem wetnimiz Şarky Türkistandaky milyonlagan halkymyň ahwazlaryny aňlatyş pürsütige erişkenligim üçin men şundaq täsirlenýärmen hem tolumy minnetdarlyk his kılma. Ýani bir qedem rahmet sizlerge. Onun içinde davamlı kızlar yeni haçta keçiler ep getilinetdi. Bazıları qaytıp kelsim o kelgende ölük aletde kelip kansırap ölüp gidetti. Bazıları kemmey şu bir yokap gidetti. Bazılarının köz aldımını sarang bulup kağımını öz közüm bilen ködüm. Bazıları işini bilmey bir yak kadılıp oturup kalattı. Amerika Awam Palatasynyň raýysy Nancy Pelosi hanym sözge teklip kılinganda Tursunay Ziyawudun hanymny alahyda tilge ilip mundaq degen. Today, Congress continues to support persecuted communities who are fighting for their freedom. As we just heard from Tursunay Ziyawudun, the Uyghur community faces an existential Awam Palatası özlerinin erkinlik üçün köreş kılıp atkan zulüm astydaky topluklaryny kollaşyny dawamlaşdyrdy. Biz bayatyn keçirmişlerini anlap ötken Tursunay Ziyawudun hanym Beijing daýerleri milli we dini mewjudlygyga tehdit kelip atkan Uyghur milletiniň bir azasy. Bu topluknyň ahwaly bizniň vicdanymyzga goýulyp atkan bir eýgir sualdyr. Biz bu zulümge karşı sözleşni dawamlaşdyrmyz. Daim etkinimizdek, eger biz Xitay bilen bolgan sodadaki menfaatimiz üçün Xitaydaky kişilik hukuk depsendeçilikleri haqida awazymyzyny çykarmasak, dünýäniň her qandaq bir ýerdeki kişilik hukuk depsendeçilikleri haqida sözleş salaýetimizni ýoktup goýmyz. Ýygynyň ikinji basgyçyda mutahassisler bir-birlep Xitay hökümetiniň dini itiqad erkinligi haqydaky meselelerini oturup goýgan. Arkadan Amerika Awam Palatasynyň azalaryndan ýakynky 20 näçe ýyl mabeynida Uýgurlaryny izçil gollap kelgen Awam Palata azasy Christopher Sims ependi sözge teklip kılyngan. O mundaq degen. Shockingly, as it prepares to host the 2022 Winter Olympic Games, China's leader Xi Jinping is committing genocide against the Uyghur Muslims and other minorities in Xinjiang.
Xi Jinping's genocide includes the forced disappearances of millions of Uyghurs into concentration camps. Kishini cho'chitadigan shuki, 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishga tayyorlik qilayotgan Xi Jinping Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlariga va boshqa etnik guruhlarga irqiy qirg'inchilik elib beryotdi. Xi Jinping yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning omillari millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga solash, kishilarni izdiraksiz g'oyib qilib o'tish, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish, qo'rsaqdagi homilani majburiy tushirib o'tish, balalarini majburiy oilasidan ayirib yetimxonalarga yerlashtirish va ularni Uyg'ur bo'lmagan kishilarning qo'liga topshirib berish. Mushu amillarning hammasi bizning bu zulmlarni irqiy qirg'inchilik deb tanishimizning shartlaridir. Xitoy hukumatı sistemli holda islom dinini yo'qotyotdi. Yeni masjidlarni cheqiyotdi. İslami örf-odatlarni cheklayotdi. Lagerlarga so'lagan kishilarni dindan voz kechishga qistavotdi. Xi Jinping irqiy qirg'inchilikni tezlatishga yo'l ochgan Nyu-York vaqti gazetida oshkorlangan qilchim rahim qilmaslik degan nomussizlarcha yo'l yo'riqini bilishinglar mumkin. Ular rostilla qilchi rahim qilmadi. Shunga 2022 yillik qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga yo'tkash yoki boykot qilishning vaqti keldi. Quote Xi Jinping shamelessly pushing his genocide, saying, "Show no mercy." And they have shown no mercy. I chaired a congressional hearing on the Beijing Genocide Olympics on May 18th and argued that it's time to either move the games to another city or country or boycott. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Yig'inga yana Amerikaning Uyg'ur qirg'inchiligini rasmiy to'nganligini tunji qatim jakarlagan sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo taklif qilgan bo'lib, u Xitoy hukumatining hozir hokim mutlaq bir shaklda diniy e'tiqod erkinligini dafsanda qilayotganligini, buning tipik misoli Uyg'urlarning mukammal sistemalik lagerlarga qamalish ekanligini ko'rsatib, dal mushu sababdan biz bu qilmishni irqiy qirg'inchilik deb atadik degan. U yana mundaq degan. To date, the current administration indicated its central focus with respect to China, and indeed the rest of the world, may well be in something like climate change, relegating religious liberty to a side issue. This is unfortunate. In my view, it is foolish, and it would be a grave mistake to prioritize climate change at the expense of allowing religious oppression to fester and grow throughout the world. Növbətçi hökumət və dünyanın başqa joylaridagi rayon və dövlətlər dünyanın klimat o'zgarishiga o'xshash ba'zi masalalarni ko'zda tutib, Xitoyga yuz berayotgandek qiladi. Diniy e'tiqod erkinligi degandek masalalar bo'lsa, qo'shimcha masala o'rinda muomala qilyotdi. Afsuslanarligi, meningcha bu pek ahmoqlik. Klimat o'zgarishi masalasini dunyoning har qaysi joylarida kun sari ulg'ayotgan diniy e'tiqod masalasining ustiga qo'yish bu og'ir xatolikdir. Xitoy hokimiyatining nimalarni qilayotganligini hammamiz ko'ryapmiz, bilyapmiz. U yerga kishilar zamonaviylashgan bugungi davrda biz tasavvurmi qila olmaydigan xo'rliqqa uchrayotganlarning bir misoli. Xitoy hokimiyati o'zlarining bostirishlariga diniy oshqunlik deganni bahona qilyotdi. Xitoy kompartiyasining har doim bir bahona topalaydiganligini biz hammamiz bilib ketdik. Shu onning o'zida Xinjiangda Uyg'urlar duch kelayotgan qo'rqinchli muomala, ya'ni Orwellcha yig'ib olish lagerlari, yuqori darajalik nazorat, majburiy emgak, bola tushirish qatorliqlar, Amerikaliklar va butun dunyodagi ko'ngil bo'lishga tegishli erkinlik masalalaridir. Xitoy kompartiyasining 100 yilligi xotirlanayotgan mushu vaqtlarda Xi Jinpingning dunyoga bergan signali nihoyat oddiy, ya'ni Xitoy bilan hapalashganlar Xitoyning po'lat temiga usib oladi deydi. Biz aşı polat bo'lishimiz, zulmga uchrayotganlarga yo'lanchik bo'lishimiz kerak. Qirg'oqlarimizga ancha yiroq bo'lmagan joydagi xalqlarga yurgizilayotgan zulmga qarshi kuch bo'lishimiz kerak. General Secretary Xi's message to the world was simple. Any foreign force that attempts to bully, oppress, or subjugate China will find themselves on a collision course with a great wall of steel. We should be that steel. We should be that backbone. We should be that force that opposes what they're doing to these peoples in this place that is not so far from our very shores.
Amerika hökuməti orlaşdırğan bu yıllık dini erkinlik munbirida Uyghur meselesi haqiqatan alohida o'rin egalladi. Mazkur munbarga to'g'ridan qatnashgan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq bosh elchisi Saman Sabour xonim lager sahitlaridan Tursunay Ziyovuddin va Zumrat Davud xonimlarning sarguzashtlarini asos qilib turib Uyg'urlar uchrayotgan zulmni atrofliq anglatgan. U yana mundaq degan: are reflected in the horrific account of repression, violence and genocide that we heard earlier today from Tursunay Ziyawoddin, but also in the account of another survivor of the People's Republic of China's brutal repression, Zamrut Dawood. It is difficult and heart-wrenching for survivors like Zamrut and Tursunay to share their experiences with the world, and it is dangerous to be outspoken about the abuses endured by their people. Tursunay va Zumratga o'xshash lagerdan aman qolganlarga nisbatan ashu lagerdagi kechirmishlarini qaytadan so'zlash to'liq qiyin. Insonning yuragi chidamaydi. Hamda ularning ashu haqiqatlarini oshkorlashi, ularning tutqunda turayotgan yaqinlari uchun xatarlik. Ularning bevosita bergan guvohligi shak shubhisizki, hammamizning diniy e'tiqod erkinligi uchun o'rnimizdan dast turishimizda kuchli rol o'ynaydi. There is nothing more powerful and irrefutable than living testimony to show the stakes of why it is so critical for all of us to stand up on behalf of religious freedom. 15-yıl günü ahırlaşkan bu 3 günlük 2021 yıllık Xalqara Dini Erkinlik munbirining rasmiy tor betida bu yig'inning ikki nishoni. Birinchidan, dunyoning har qaysi joylarida diniy erkinlik uchun o'rtaq harakat qiladigan kuchli tashkilotlar ittifoqi qurish. Ikkinchidan, xalqaro diniy erkinlik harakati uchun kishilarning tonishini va siyosiy kuchini oshirish deb yozilgan. Kuzatuvchilar 3 kunlik yig'inning umumiy ahvoliga qaraganda mazkur munbar nishonini amalga oshirgandek turadi deb qarmoqda. Muslims, state-organized forced labor, torture, rape, forced sterilization, forced abortion, and an unknown number of deaths. These atrocity crimes have been declared as crimes against humanity and genocide by independent legal scholars, the US government, and the parliaments of 6 other countries. I survived a Chinese concentration camp. This is my story.